Bizlar obunachilar bilan salomlashib olaylik. Good Hakerni bu yerda. Ha, ha. Haker sen, Good sening uying qayerda? Tepada. Ha, mana ekan do'stlar. Salom do'stlar, mening ismim Kompot. Xush kelibsiz mening yangigina videomga. Bugun Pro Hacker Good bu uylarni bir-biri bilan solishtirib chiqamiz do'stlar. Va bularga vazifa berdim. Bularga vazifam bularga qishloqqa ustaxonalar qurish. Ha, men bilasizlar, men o'zim ustaxonada yashayman. Shuning uchun do'stlar, bularga vazifa berdim. Endi buning qanchalik zo'rligini bilamiz. Ha, bu yerda Pro Hacker Good mana bu yerlarda uylarni qurishgan. Bu Noobning uyi menimcha. Ha, mana bular o'zlari ham turishibdi. Ha, qaysi zo'rligini bilmadim, lekin menga qiziq bo'lyapti, sizlarga ham qiziq tuyulyapkan, bilmadim. Ha, bulardan o'zlaridan so'rab ko'rish kerak. Birinchi so'zni mana Noobga beramiz. Sen qanday o'ylaysan, kimning uyi zo'r bo'lib chiqadi? Meniki professional. Yaxshi, Noob, bunday so'zlarni qayerdan bilasan? Ha, mayli, professional. Pro, sen nimada o'ylaysan? Eng zo'ri meniki bo'lib chiqadi. Ha, mayli, Pro Hacker, senchi? Ha, mayli, Hacker Good, senchi? Men o'ylaymanki, kimnidir tepada va chaqmoq o'tlarga tegib turgan bo'lsa, mening uyim zo'r bo'ladi. Ha, mayli, Good, okey. Endi uylarni tekshirib ko'ramiz. Ha, kommentariyaga yozib qoldiring. Hozir emas, videoni ko'rib bo'lgandan keyin kimniki zo'rligini. Ha, do'stlar, birinchi bo'lib Noobdan boshlashimiz kerak, do'stlar. Ha, Noobdan boshlaymiz. Ha, haqiqiy ustaxonadek. Ha, juda ham o'xshabdi. Mayli, bu ham bo'ladi. Tepasida mana bunday bloklarni ham qo'yibdi. Ha, mayli. Buning ichida lava bo'lish kerak. Ha, obsidianga aylanib qolibdimi? Ha, mayli. Bu yerda temir zavor bo'lish kerak edi. Temir qo'ra yo'q, bu yog'ochdan ekan. Ha, bu eshikmi? Ha, mayli, buning ichiga kirib ko'ramiz. Yotoqxona. Voy. Bu pechka va verstak. Bu yotadigan juda ham o'xshamabdi. Bu nima? Yuz qo'lni yuvishadimi? Yo'q, bu hojatxonami deyman. Ha, bu savon. Bu yerda nima qilyapti? Molxo'radek. Ha, bu qarmoqmi? Yo'q. Bu yerdan tezda yo'q bo'lib ketamiz. Ha, do'stlar. Ha, bu uy shunchaki Noob. Ha, bunga o'zingiz baho bering. Ha, bu unchalik zo'r bo'lmagan. Tashqi ko'rinishi bo'ladi. Qumdan quribdi. Ha, mayli, endi Good yo'q. Pronikini ko'ramiz. Ha, Proniki lava. Ha, bor. Bu olmosdan va izumrud va oltindan ekan. Ha, bu bloklarni oltindan quribdi. Ha, do'stlar, buning uyi shunchaki hashamatli. Ha, bu yer kirilmaydi. Ha, buni bosish kerak edi. Do'stlar, bu juda ham zamonaviymi deyman. Ha, bu yerda gaz plita. Mening uyimda pechka turar edi. Bu yerda gaz plita. Bu 4 bor ekan ichida. Ha, mayli do'stlar, bu yerda verstak, oyna, Noobning uyi ko'rinib turibdi. Ha, verstak ham oddiy verstak ekan. Ha, buni yotadigan yer desa bo'ladi, yotoqxonani. Ha, bo'ldi. Bu kichkina bloklardan qurilgandek. Ha, do'stlar, bu juda ham kichkina blokdan qurilgandek. Ha, mayli do'stlar, endi bu nima? Bu yerni tushunmadim. Ha, mayli, bu yerda daraxt nimaga turibdi? Do'stlar, shuncha olmos va izumrudlar qarang, qanchalik ko'p. Ha, kuchaytirilgan kiyim va aslahalar. Ha, bularni olib olamiz va kiyib ko'ramiz. Ha, do'stlar, bu bilan o'lmaslik aniq. Bu yerda qilich bor ekan. Necha marta kuchaytirib tashlagan buni. Do'stlar, +19.5. Do'stlar, bu nima? Ha, bu bloklarni buzib nima chiqini bilmaymiz. Ha, bu olmani ham kuchaytirib tashlabdi. Ha, bularni olib ketamiz. Ha, bu yerga yozish kerak. Ha, demon. Bo'ldi. Do'stlar, buni endi yeb olamiz. Ha, nima bo'lishi kerak? Nimadir chiqdi. Ha, mayli do'stlar, buni buzib ko'ramiz. Bu ko'zlar. Ha, damlama bu. Yoshni ko'paytiradigan. Ha, men ko'rdik va bu juda ham zo'r. Biroq
bu yerdagidan qaraganda Proniki zo'rroq deb o'ylayman. Bu yerda men faqat daraxtni tushunmadim. Ha, bu yerda oyna, deraza barchasi bor. Ha, bular rostdan ham zo'r. Endi boshqa uylarni tekshirib ko'rishim kerak. Ha, chiqamiz va buni bosib chiqdik. Ha, do'stlar, bu nutqdan ancharoq yaxshi. Bu nutqi juda ham novik. Ha, do'stlar, bu juda ham shinam va zo'r. Tashqi ko'rinishi zo'r ekan. Ha, bu yerlarda narsalar zo'r. Ha, haker, endi sening uyingni tekshiramiz. Ha, do'stlar, bu mexanizatsiyani o'chirish kerak edi. O'chirdingmi, haker? Ha, o'chiribdi do'stlar. Ha, meni to'g'ri urmadi. Ha, mayli. Bu yerlar juda ham zo'r, bedrockli. Ha, do'stlar, bu bedrockli. Ha, buni buzib oldim. Ha, ko'rmadim mencha. Ha, buni qo'yib qo'yamiz. Bu kerak emas. Ha, do'stlar, bu juda ham zo'r. Bu texnikasi rostdan ham zo'r. Bu yerda bu panjara bedrockli-ku, juda ham zo'r. Ha, bedrockli do'stlar. Bu bedrocklarni qayerdan olgan? Bilmadim. Ha, bu yerlarda bu metaldan. Ha, bu devorlar metaldan. Ha, bu barmog'ingiz bilan ochiladigan. Haker mening barmog'imni ko'rgan. Ha, aytganda. Ha, bo'ldi. Voy, bu yerda yotoqxona yo'q ekan. Ha, hakerga nima uchun yotoqxona kerak? Bu nima? U hech qachon charchamaydi. Bu yerlarda kompyuter, bu yerda Minecraftda bir balalar ishlaydi. Ha, bunga tegmasligim kerak. Ha, yana bir nima buzib olarman. Ha, bu juda ham zo'r bir narsalar. Bu nima? Ha, mayli. Buni o'chirib yoqish mumkin bu yerdan. Ha, endi tegmasligim kerak. Bu yerda yorug'lik. Ha. Noob Pro ularda yorug'lik yo'q edi. Ha, bu yerga yorug'lik qo'ygan ekan. Bu nima? Mayli, bunga tegmaslik kerak. Ha, bu zo'r ekan, bedrockli. Mayli, bularni ham olamiz. Tekshirib ko'ramiz bular nimaligini. Ha, zo'r narsalar. U qayerdan olgan ekan? Ha, bu nima? Buni aytmaysanmi, haker lazer ekanini? Buni o'chirish kerak. Mana o'chir. Mana bu narsa zo'r ekan. Bu portal-ku. Ha, bu zo'r teleportatsiya-ku. Ha, bu nima? Ha, bu portal. Bu yerga tushishim kerak. Juda ham zo'r ekan. Ha, haker buni qayerdan olgan ekan? Bu yerga atamiz. Ha, bu yerdan tushamiz. Juda ham zo'r ekan. Haker bularni qayerdan olgan? Ha, buni tekshirsak, bu elektronik. Bu nima? Robotmi? Bu robot. Ha, yana robotlar, robot. Ha, mayli do'stlar, bu nima? Tushqali, bu nima? Ha, bu raketami? Ha, bunga tegmay qo'ya qolaylik. Bu juda ham menga nima kerak? Bu nima? Buni sakratib yuboradimi deyman, odamni loqtiradi. Ha, loqtiradigan ekan. Juda ham zo'r. Ha, bu yerdan juda ham zo'r ekan do'stlar. Ha, bu yerdan mana bu yo'q, bu yerga ham qo'yish kerak. Ha. Mana bu yerga ham yo'q, mana juda ham tushmayapti. Ha. Nimagadir ishlamayapti. Ha, mayli do'stlar, buni sinab ko'ramiz. Ha, buni tekshirib ko'rdim va bu yerda merganlik narsasi yo'q, bu yerda bor. Ha, mayli, menga yoqdi. Do'stlar, bular ham buni tekshir. Bu zo'r ekan bu narsa. Ha, ilmoq ekan. Ha, bu bilan nimaga foydalanishni bildim. Gudni uyiga kirish uchun. Ha, bilmasdan portalga kirib ketdim. Ha, do'stlar, bu yomg'ir yog'yapti. Gudni aytishimdan. Ha, bu yerga mana. Ha, bo'ldi. Endi bu yomg'irni to'xtatishimiz kerak. Bular kerak emas. Ha, Gud, kechirarsan. Bizning videomiz uchun bu juda ham xalaqit qiladi. Gud menimcha buni zakazga qildirgan. Ha, mayli Gud, kechirarsan. Bu videomiz sifatiga baylanishli. Ha, bu
xuddi Pronikidek. Ha, Proga o'xshaydi. Buni qarang, domaloq bloklar. Buni chet ellardan bularga qarang, bularni hammasi Minecraftdagidek. Ha, biroq Goodniki domaloq bu yerlarga bu qushlar suv ichib ketish uchun Good mehribon. Bu yerga ham suv quyibdi. Lavaning o'rniga Good juda ham mehribon deb o'ylayman. Bularni chet eldan bloklarni qo'ydirgan. Bu eshik Pronikidek. Barcha verstaklar birdek emas ekan. Buning verstagi boshqacha ekan Goodniki. Boshqacha. Bu juda ham boshqacha, buni tushunmayman. Goodni o'zi tushunadi. Do'stlar, bu gaz plitami? Ko'rinmaydigan gaz plita ekan do'stlar. Juda ham zo'r, ko'rinmaydigan. Do'stlar. Bu yotoqxonasiga qarang. Juda ham hashamatli. Bunday yotoqxonada yashash kerak. Do'stlar, juda ham zo'r. Bu yerda akvariumlar, Good juda ham boy. Bu yerda kreslo va bu yerda o'tirdik. Mayli do'stlar, bu yerda yorug'lik. Bu yerda bittamiz 3 ekan. Bu yerda yana akvarium va yana akvarium va bu yerda qushcha bor ekan do'stlar. Assalom qushcha, nima qilyapsan? Mayli do'stlar. Bu nima? Bu tortlar va budan boyagidek yana ko'taradigan o'yin. Bu yerlarda nimalar bor yana? Goodning narsalarga tegmaslik kerak. Mayli, buni olamiz. Bu zo'r ekan, nima bo'lsa ham. Bu toj. Men hali o'lganim yo'q. Bu yerni qo'yamiz. Va bu juda ham qisar ekan. Do'stlar, buni yechib qo'ya qolaylik do'stlar. Menga kerak emas. Bularni o'rniga qo'yamiz. Endi mana bularni tekshirish kerak. Bular nima? Multiqurollar. Bu juda ham zo'r. Buni tekshirish kerak. Hamma narsani kavlaydi, hamma narsa. Bu yerga nimaga desangiz, bunga qilich, bolta, kirka, hammasi qo'shilgan do'stlar. Kirka, bolta, kavlagich. Bu nima? Bu chaqmoq-ku. Do'stlar, bu chaqmoq. Buni qayerdan zakaz etgan ekan do'stlar? Bu hech kimda yo'q-ku do'stlar. Bu xuddi hayvonlarga to'lishi kerak. Do'stlar, qo'zichoqlar va golemlar. Bu golemlarni o'chirib yuboryapti bechora. Good juda ham mehribon do'stlar. Goodning uyi juda ham zo'r. O'zingiz kommentariyada yozib qoldirasiz kimning uyi zo'rligini. Menga bular kerak yo'q. Bo'ldi do'stlar, bu juda ham zo'r. To'rtalasi ham bo'ladi. Kommentariyada yozib qolasizlar do'stlar. Shundan tushamiz. Do'stlar, izohda yozib qoldirasizlar kommentariyada. To'rtalangiz ham uyi yaxshi, menimcha. Zo'r kommentariyalardan bizning obunachilarimiz yozib qoldiradi degan umiddaman do'stlar. Endi videoni tugatish vaqti ham keldi do'stlar. Kanalga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmang.